oliyjanob va sodda bo'ladi musulmon odam. Beodob go'l bo'lmaydi lekin. Oliyjanob bu degani madaniyatlik, farosatlik, mehribon, saxiy, oliyjanoblik endi shular. O'zini to'g'risida turgan odamni o'zidan yuqoriga qo'yib muomala qiladi musulmon odam. Siz men bilan gaplashyapsiz, meni o'zingizdan yuqoriga qo'ying. Men siz bilan gaplashyapman, men sizni o'zingizdan yuqoriga qo'yay. O'tirgan joyimizda endi o'sha joyda bir-birimizga bo'lgan hurmatni tasavvur qilinglar. Men sizni o'zimdan balandga qo'yib muomala qilyapman, siz meni o'zingizdan balandga qo'yib muomala qilyapsiz. O'sha joydagi xursandchilikni ko'ring, tasavvur qilib ko'ring. Hozir ko'p holatda nabarot. Men sizni pastga qo'yib gaplashaman, siz meni pastga qo'yib gaplashasiz. Qarabsizki, ikki joyda xursandchilik bo'lmaydi. Yaxshilik bo'lmaydi hech qachon.